Malaka oshirish kurslarida ta'lim olish. Buning uchun malaka oshirishni tanlaysiz. Diagnostika testingiz ko'rinib turadi va buning diagnostika testining pastki qismida yuqorida ta'kidlab o'tganimizda 7 ta kompetensiya kurslari mavjud. Bu kompetensiyalarni har biridan kamida bittadan kurslarni tugatib belgilangan kredit ballarini olishingiz mumkin. Keyinchalik bu kompetensiyalarni har birida bir nechta kurslar bo'lishi mumkin. Minimum har biridan bitta kursni bajarib, siz bemalol kerakli kredit ballini olishingiz mumkin. Birinchi fan yangiliklari bu sizning dars o'tayotgan fanlaringiz bo'yicha tavsiya etilayotgan mavzular, o'zingizni faningizda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llay olish bilim ko'nikmasiga ega bo'lasiz. Inklyuziv ta'limni joriy etish masalalari. Ushbu kursda siz nuqsoni bor bolalar bilan ishlash, ularga ta'lim tarbiya berish bo'yicha kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lasiz. O'zini o'zi rivojlantirish va uzluksiz kasbiy rivojlantirish. Ushbu kursda siz o'zingizning kasbiy bilimingizni boyitish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. O'quvchilar kompetensiyani baholash usullari va vositalari. Ushbu kursda siz o'quvchilarni xolisona baholash usullari, metodlari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Pedagogik kommunikativ ko'nikmani rivojlantirish. Ya'ni o'qituvchida o'zaro kommunikativ ko'nikmalarni, o'quvchilar bilan ishlay olish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Pedagog mas'uliyat va moslashuvchanlik. Ushbu kursda siz pedagogning auditoriyaga moslashish, o'quvchilar bilan ishlashga moslashish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Endi ushbu kurslar bilan ishlash jarayoni bilan batafsil tanishib chiqamiz. Fan yangiliklari va fanni o'qitish dolzarb masalalar o'quv kursida 9 kredit balla berilgan. Buning ustiga sichqonchani bosamiz. Hozirda bitta kurs bo'lganligi uchun tanlash tugmachasini bosamiz. Keyinchalik fan yangiliklari bo'yicha bir nechta kurslar joylashtiriladi. Tanlash tugmachasini bosamiz. Kursni mazmuni bilan tanishib chiqamiz. Ushbu kursda nimani o'rganish mumkinligi bu yerda izoh berilgan. Agar siz ushbu kursda to'liq o'qimoqchi bo'lsangiz, kursni boshlash tugmachasini bosasiz. Shundan so'ng tavsiya etilayotgan ma'ruza, video, taqdimot, adabiyot, test topshiriqlari. Siz ushbu jarayonni ketma-ket bajarish imkoniyatiga egasiz. Ma'ruza matnini tanlaysiz. Faylni ko'rish tugmachasini bosasiz. Kerakli bo'ladigan ma'ruza matnini o'zingizga kerakli bo'lgan joyga saqlaysiz. Masalan, rабочий stolni tanladim va saqlayning tugmachasini bosaman. Bu yerdan ham ma'lumotni ko'rishim mumkin yoki ishchi stolida yuklab olgan ma'ruza matnini tanishib chiqishim mumkin. Ma'ruza matni bilan to'liq tanishib chiqamiz. Kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yozib olamiz. Bu keyingi test jarayoni, topshiriqlarni bajarish jarayonida o'rgangan bilimlaringiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ma'ruza matnini to'liq tanishib chiqishni tavsiya etgan bo'lar edik. Video darsni ustiga bosamiz va o'qituvchi tomonidan tayyorlangan video material bilan to'liq tanishib chiqamiz. Video darslar bilan to'liq tanishib bo'lganingizdan so'ng sizga taqdimot ochiladi. Video darslarning orasida test savollar ham bo'lishi mumkin. Keyingi darslarimizda bu haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Video materiallarni to'liq o'zlashtirib bo'lganingizdan so'ng taqdimot qismiga o'tamiz. Faylni yuklashni bosamiz. Yuqoridagi ishni takrorlaymiz, ya'ni rабочий stolni tanlab saqlab olish tugmachasini bosamiz. Ushbu faylni bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin yoki ishchi stolidan. Taqdimotni ham batafsil ko'rib chiqishni tavsiya etgan bo'lar edik. Chunki keyingi topshiriqlarni bajarishingizda ushbu bilimlaringiz asqotadi. O'qituvchi tomonidan tavsiya etilayotgan adabiyotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Ushbu mavzuni o'zlashtirishda o'qituvchi tomonidan 10 ga yaqin adabiyot tavsiya etilyapti va elektron resurslari tavsiya etilyapti. Ushbu ma'lumotlarni internetdan qidirish imkoniyati ham mavjud. Internet resurslarini to'g'ridan to'g'ri internetga kirish, ya'ni Ctrl tugmachasini bosish orqali kirishingiz mumkin.
adabiyotlarni esa ko'chirib olib, internet brauzerlari orqali qidirib topish imkoniyati mavjud. Siz bemalol ushbu tavsiya etilayotgan ma'lumotlarni internetdan topishingiz mumkin. Sizga keyingi bosqich, ya'ni o'rganilgan bilimlaringiz asosida test topshiriqlari tavsiya etiladi. Test topshiriqlari diagnostika testi kabi vaqt chegaralanmagan. Siz bemalol o'rgangan bilimlaringiz asosida testlarni shoshmasdan bajarib chiqishingiz mumkin. Test topshiriqlarini bajarib bo'lganingizdan so'ng testni yakunlash tugmachasi bosiladi. Hozirda ushbu testda bitta savolga to'g'ri javob berganligimiz uchun o'tilmadi holatni, ya'ni o'tilmadi ko'rsatyapti. Sizga vaqt beradi, ya'ni 35 daqiqa o'rganilgan bilimlaringizni yana qayta o'zlashtirib chiqish uchun vaqt beriladi. Siz bemalol ma'ruza matn yoki video material, taqdimot, adabiyotlar bilan tanishib chiqib, belgilangan o'sha 35 minut vaqt o'tgandan so'ng yana testlar sizga qaytadan ochiladi. Va testdan o'tganingizdan so'nggina sizga keyingi mavzuni ma'lumotlari ochiladi. Eslatma sifatida shuni aytib o'tishimiz kerakki, ushbu mavzu yoki kurs yuzasidan biror savollar bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri muallifga yozish imkoniyati bor. Siz bemalol muallifga yozish tugmachasini bosib,